Alo. Quvonch, yaxshimisan o'rtoq? Tuzmisan? Ha. Bugun kechga gap. Esingdan chiqmasin, o'tarsana. Xo'p, o'rtoq. Bo'pti o'rtoq, kutaman. Xo'p. Yaxshi kelib oldingmi o'rtoq? Dam olishlar qalay bo'ldi? Dam olish boru, vahshiy cho'tki bo'ldi boru. O'zi qishdachi Dubayga borish kerak ekan. Maza. Gapga yetib kela olmasang kerak deb o'ylagandim. Ulgurib kelibsan-da. Ey o'rtoqlarning diydori oqibat muhim. Kelmasa bo'lmaydi gapga. Yana quvoncham keldi. Yaxshimisizlar, bor. Mister Aravakash keldi. Ey, nima deyapsan? To'g'ri gap. Kel o'rtoq. Nima to'g'risi de? O'rtoq o'tir. Yaxshi kelasizmi? O'rtoq yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? O'rtoq. Namchi yopishib olasan, yopishib olmagin. Sasmi yotibsan-u? Ishdan kelayotgandim-da. Ey, Nima Abdulla. to'g'risini aytyapman-da. Pastligin, o'rtoq O'rtoqning bormagin. yuziga gapirish O'rtoq. kerak-da. Hayloh amin. Hammamizga insof bersin, akkuratni yuraylik. Quvonch, Foizimiz amin, bersin. Ha, Oybek, gap san navbatingmidi? Ha, men navbatim. Ma, 300. Quvonch san ham ber. O'rtoq, menda yo'q edi. Keyingi safar menga ham bermay qo'yaverasiz. Xo'p, o'rtoq, bexijolat. Menga qara. Ne unaqasi, ha? 300 dan kelishdingmi? Olib kelmaysanmi? Pulingni rejalashtirib. Uzr, o'rtoq. Oilamdan orttira olmadim-da. Gapga nimaga kelding unda? Boshda kelishganmiz bu 300 dan deb. Shuma oqibat. Kiyib kelgan kiyimingni qara, o'rtoqlarning kurugiga. Yana mendan xafa bo'lma, sal yo'q-yo'g'ingga bu narsalardan sepib yurgin. Quvonch bizni hurmat qilib, gapga kelgan o'zi katta gap. To'g'ri. Men bir oddiy aravakashman. Senga o'xshab doim $300 bera olmasman. Lekin sinfdoshlar hurmati kelaman gapga. Darrov o'zingdan bechara yasamagin, o'rtoq. Sani shunaqa kesatishlaringni deb ko'pchilik o'rtoqlar o'zi gapga kelmay qo'ydi. Ha? Men hozir nima qildim? Nimaga tashlayapsanlar? Men buni sal odam bashara bo'lib yursin deyapman. Sani gaping bo'yicha gapga pul olib kelmasa, chiroyli kiyinmasa, odam emasmi? Puli yo'q odam o'rtoq bo'lmasa, senga o'xshaganlar odammi? Ko'pchilikning oldida izza qiladigan. Qo'yinglar bolalar, meni deb urishmanglar. Sen jim tur. Biz bir-birimiz pulimizga qarab og'ayni bo'lmadik. Bolalikdagi o'rtog'ingni aravakashligidan uyalsang, bundan keyin gapga kelmay qo'yaver. Aravakash bo'lsa ham oilasini halol boqyapti. Baribir o'zing pul topmasliging bilinib qoladi. Pulni vaqtida berib qo'ysam shu meni aybim? Tushunmadim. Quvoncham senga o'xshagan boyvachcha dadasi bo'lsa, 300 emas, undan ko'p berib qo'yadi. Davran to'rida o'tiradi. Menga o'rtoqlarimni gapga olib keladigan pul emas, o'zini kelishi muhim. Farosat pulga sotilmaydi deb bekorga aytishmas ekanda. Abdulla, keyingi safar kelmay qo'yur. Bizga o'zimizga o'xshagan oddiy bolalar yaxshi. Dubayingda yuraver. To'g'ri, o'zingdan ketib qopsan.